Nima to'polon? Tinchlikmi oyi? Tinchlik emas-da, tinchlik emas. Qizingizni o'g'riga chiqaryaptilar, bizni o'g'riga chiqaryaptilar. Tillalari yo'q ekan, biz o'g'irlabmiz. Bu qanaqa gap yana? Oyi, o'ylab gapiryapsizmi? Aka, nega hech narsani bilmasdan oyimga baqiryapsiz? Sen o'chir ovozingni. Hamma ayb o'zi senda. To'ppa to'g'ri. Janjalni boshchi sensan. Shim qadam. Boshqa chidolmayman Jon aka, bugungisi hammasidan ham oshib tushdi. Bizni o'g'riga chiqardilar, tillalarini o'g'irlabmiz biz. Chidolmayman men. Oyi, kimsan? Jalolboyning oilasida o'g'ri, xotini o'g'ri, qizi o'g'ri degan nomni men qanday ko'taraman? Shkafi to'la kiyim, tillalari tiqilib yotibdi. Sizlar eski almisoqda qolgan tillangizni nima qiladilar? O'zingizni bosing. Oyimga baqirmang. Oyim faqat so'radilar xolos. Menga qara, mana supurga. O'zi aslida hammasini tagida sen bo'lsang kerak. Balki sen olgandirsan. Menga qara. Ey bola. O'ylab gapir. Singling kelgunga qadar bu tillalar o'g'irlanib bo'lgan joyida yo'q edi. Oyi, menga qarang. Keliningiz bechara issiq ovqatingizni qilib bersa, qizim kiyimlaringizni tozalab, dazmollab bersa, shularni hammasini bilmasangiz, lekin men rozi emasman. Aslo rozi emasman. Rozi emasman. Iloyim teshib chiqsin. Teshib chiqmasa rozi emasman. Qarg'amang oyijon. Axir jigarlarim-ku. Bo'ldi. Sizni bu yerga tashlab keta olmayman. Shuncha andisha qilganingiz yetadi oyijon. Bo'ldi, men bilan ketasiz. Ketasizmi? Ha, bola. Ketamiz, bola, ketamiz. Men afsus bola. Men atab qo'yganlarimni senga bera olmadim. Kerak emas. Lekin bolam, meni duolarim hammasi sen bilan baxtli yashagin, bolalaring rohatini ko'rgin, bolalaringdan ko'rgin qizim. Duolarim seni hamisha qo'llasa, ona qizim. Rahmat ona. Onam hayot bo'lganida eshikni ochgan bo'larlar.